Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugun sizlar bilan hamyonbop bo'lgan Y2 modelimizni to'liq obzor etib o'tamiz. Y2 modelimiz to'liq to'qli mashina bo'lib, mashinamiz bir zaryad bilan 405 km yurib biladi. Mashinamizning o'zini kilovatına keladigan bo'lsa 43 kilovat oladi batareykasi. Mashinamizning LDF'si, görünüşleri, to'liq LED faralar o'zida. Yan tarafdan görünüşüne keladigan bo'lsak, o'zida 16lik diska balonlar oladi. Balonlarning podyumi ham 60lik. Tanapani g'altingni bilintirmaydi. Bu yan tarafında inen göradigan bo'lsangizlar, o'zida zaryadchik joyi ko'chadagisi. Bu da yani 3 fazlı. Ko'chada bir zaryad keladi, mashinamiz 20%dan 80%gacha 35-40 minutda zaryad oladi mashinamiz. Yan tarafdan arka tarafında bo'lsa, o'zini abishni uyda qo'yadigan damashnik 220 zaryadchiklari. Damashnik zaryadchikimizda 2 dona zaryadchik qo'shib beriladi mashinamizda. 7 kilovatlik, 1,5 kilovatlik. 1,5 kilovatlik zaryadchikimizda gechda qo'ysangiz, ozanacha 30-40% etib biladi. 7 kilovatlik zaryadchik olsa 4 saat 5 saatda mashina 100% etadi, 10-15%dan. Mashinamizni arka qismiga keladigan bo'lsak, mashinamizning arka qismida to'liq LED. Dim xo'shroq ko'rinadi. Parktronik datchiklar o'zini, zadniy kamerasi mashinamizda joylashgan. Bagaj qismi ham o'zine yarasha keng. Inan sizlar aytib o'tgan 2 dona zaryadchik, bu damashnik zaryadchiklari bo'ladi. Shu 7 kilovatligi, 1,5 kilovatligi. 1,5 kilovatligi bu mashina o'zini olib yurish uchun rozetkali variant bo'ladi. Bu bir yere borganingizda gechda qo'ysangiz, ozanacha 30-40% gacha doldurib biladi. 7 kilovatligini bo'lsa, uyingizda ustanovka etiladi 220 da. Abishni bu mashinamizni 4 saat 5 saat o'rtacha 15-20%dan 100% gacha doldurib berib biladi. Mashinamizning yon tarafdan ko'rinishi, salon qismini ko'rinishi. Mashinamizning o'zida 5 kulchoy do'stliklari bor. Kilit yoningizda bo'lsa, bemalol pultni boshqarmang, to'g'ri knopkani o'zidan ilib bassangiz bo'ladi. Mashinamizni salon qismiga keladigan bo'lsak, salon qismida 13 dyumli ekran. Mashinamizni polni ekrandan boshqarishingiz mumkin. Rul qismi multimedia bo'ladi. Yon tarafida kerakli funksiyalar, masalan, ovozni boshqarish, zvukda, голосовойda, telefonga yana gaplashish, nastroykalarni mashina rulining qismidan boshqarsangiz bo'ladi. Bu yan qismida esa mashinamizning monitorini aylantirish, cruise control funksiyalari o'zida. Mashinamizda polni голосовой управление bor. High BYD, вращать ekran. Polni голосовойda boshqarsangiz bo'ladi. Aytgancha, mashinamizga SIM karta qo'yiladi. Har bir mashinamizda bo'ladi u narsa. 2 yilgacha beplat internet. Mashinamiz uchun internet. Mashinani telefonni ulab beriladi. Telefondan boshqarib bilasiz. Mashina nerda bo'lsangiz ham telefondan 4G cloud sistemasidan konsolini, pechkasini, mashina nerda joylashganini, zaryad hammasini ko'rib boshqarib tursangiz bo'ladi. Y2 modelimizda skorost qismini qarang. Kristalniy bo'lib ishlangan, dim xo'shroq narsa. Bu yonda o'zini funksiyalari, konsolni upravleniялari, rejimlari o'zini. Masalan, mashinamizda 4 xil rejim bo'ladi. Eco, normal, sport, gorniy 4-rejim. Gololot rejim ham bo'ladi. Yurganda mashina buksat ettirib bermaydi, daydirmaydi. Dimzo'r rejim bo'ladi. Oddiy misol, mashinamiz sifatini biljak olsangiz, obshipka torpedasini prosta tak ushlab ko'rasiz. Oddiy plastik emas. Qattiq rezinka. Yumshoq plastikda boytiladi. Tanapani jiqirdab, oqarib qoladigan narsa emas. Sidenya qismiga keladigan bo'lsak, mashinalarimiz sidenyasining dizayniga qarang, sportivniy ko'rinishda bo'ladi. Dim xo'shroq ko'rinadi, to'liq ko'zadan. 2 elda sidenya ham 2 xil skorosda abagrev bor, qizdirish. Mashinamizni orqa qismiga keladigan bo'lsak, hozir eldinda o'zim o'tirib ko'rsatdim. Kengligini ko'ring. Masalan, meni bo'yim 1.87, salkam 1.90. Bemalol sig'ib o'tiribman, zazor ham katta. Orqa qismi ham to'liq ko'jadan bo'ladi. Mashinamizda 3 odam bemalol sig'sa bo'ladi, dening. Eshiklari beklanib turgandagi holati o'tirganda. Y2 modelimizni bir qator obzor etib o'tdikina. Mashinamizda aytgancha NFC karta, NFC kulichlari bor o'zini. Mashinamizda 2 puluti, bir telefoningizga ulanib berilishi, NFC kulich. 4 kiliti bo'ladi. Mashina ilib ochib boshqarishni aytadi. Mashinamiz bir zaryad bilan 405 km yozilgan. Mashinani o'zini haydashingizga qarab, realni 350 km yozin kuzak bahorsiz yurib berib biladi mashinamiz. Qishda baribir 40-30 km batarya bo'ladi, sovuqligini hisobına, qizdirishini hisobına. Mashinamizga glavnisi 6 yil kafolat beriladi. Batareykasina bo'lsa 8 yil, общий пробеги 150 000 km. Даже ходовой частini ham 4 yil ya 120 000 km
xadovoyuna garantiya beriladi. İlk modelimizə qiziqqanlar olsa, savollarınız olsa, bemalol aloqaga chiqib, yo bo'lmasa salonimizga tashrif buyursangiz bo'ladi. Hammangizni BYD Urganch avtosalonimizda kutib qolamiz.